Tomning yaqin adishi. Viktor mening eng yaqin adishim. Bugun men uning uyida bir kun o'ynayman. Yen texi qo'nibmi qolaman. Shunga uxlash kiyimim, tish cho'tkam va eng amroq o'yinchiqimni elib keldim. Qarshi olma suyimlik Tom, dedi Viktorning onasi menga. Viktor meni hujrasiga boshlab kirdi. U bir muncha niqoblarni yig'ib olibdi. Niqoblar bir-biridan chiroyli ekan. Viktor ba'ayni televizorlardagi cho'lponlardek usul o'ynaydi. U haqiqatan bek qaltiskan. Ballalarim, bu yoqqa kelib pecheni yangla. Biz oshxonaga yugurib kirdik. Viktorning onasi menga Afrika qo'tirmachi yegan bormi? Agar xo'shang bo'lmasa, yemasangmi mayli, chunki har qanday kishining yoqtirmaydigan narsa bo'ldi, dedi. Qo'tirmach intayin mazlik ham yeyishlik ekan. Avu nima? Men tamg'a isig'liq narsani ko'rsatib, past ovozda so'rdim. Uni faqatla ko'rib boqmabdi-kanman. Ha, qapoqni da'vatamsa? dedi Viktorning onasi. Qapoq deganimiz bir xil o'simlik. Buni qapoqda yasagan. Ey Tom, tuzgilib qarag'ina, bu dadamning cholg'usi, dedi Viktor. Bu Afrika dumbuqi. Cho'ngini dadam choldi, kichkini biz o'ynaymiz. Bu kislofon, dedi Viktor yana. Nim degan sirliq ovoz bu, bak yaqinliqkan. Viktor kislofon chilib naqsha aytdi. Lekin aytgan naqshasini ozroqmi tushunmadim. Bu lingalatli, dedi Viktor tushundirib. Sen mening odishim degan naqshini aytdim. Men kislofonni o'ynab ajoyib yoqtirib qoldim. Men o'yna hamma ishni unutib ketibdiman. Men beshimni ko'tarib tuyuqsiz oldimda bir olvasning turg'anligini ko'rdim. Men qattiq qo'rqdimda badar tikvatdim. Yugurgach, "Qutqizinglar!" deb to'ldim. Ana, men niqobni taqib Tomni qo'rqitib Adishingni qo'rqitganing yaxshi bo'lmabdi. Lekin Tommi bekla qo'rqinchoqkan. Viktor bek oshirvatdi. Men rostla xafa bo'ldim. Men texi uni odishim deb yuribdim. U ko'nglimni bekma og'ritdi. Endi narsalarimni ilib uyimga ketaman. Qo'rqma Tom. Niqoblarning hammasini yig'ishtirib etdim, dedi Viktorning onasi. Viktor yana yig'ib saqlagan o'yinchi hayvonlarni chiqardi. Bizning uyda nurg'un o'yinchi hayvonlar bor. Men sukalsi bilan sening planingni tegishsam bo'lamdi, dedim men. Viktor ma'qul bo'ldi. Men yana Viktorga omroqligimni his qildim. Shu asnoda eshik ochilgan ovoz anglandi. Viktor yugurib berib dadasining quchog'iga o'zini otdi. Dodo, odishim Tom keldi. Tom, bu mening dadam. U bir muzikant. Hamisha sirtlarda o'yin qo'yib yuriydi. Qanday ahvoling, Tom? dedi Viktorning dadasi. Sen bilan tanishganimdan intayin xushalman. Dada, Tomga muzik chalib bergina, dedi Viktor. Viktorning dadasi darhol dumboq chalishga boshladi. U dumboqni kuchab chalg'achqa butun badanim titrab ketdi. Viktorning dadasi bir cho'ng Afrika dumboqini oldimga qo'yib berdi. Men uni do'rab chaldim. Ba'zida xato chilib qolsam-mu, hargiz umidsizlanmadim. Viktormu shaqshuq chaldi. Biz ba'ayni bir orkestraga o'xshab qolgan edik. Uy ichi tamoqning mazalik porqiga to'lgan edi. Viktorning dadasi, "Endi tamoq yeymiz. Ikkinglar qo'linglarni yuvib kelinglar", dedi. Ustalga men ko'rib boqmagan saylar tizilgandi. Faqat gurujashnilar tuniy oldim. Men nihoyat huzurlanib yavatatdim. Bir chog'da o'mashning g'alit purqidan seskinib yutolmay qoldim. Endi nima derman? Viktorning dadasi xafa bo'lib qolarmi? Usta, yig'lig'im kelyotdi. Viktorning onasi buni ko'rib menga
manxut o'michni yoqtirmadingmi? Hechqisi yo'q tam, qo'lingdagi qog'ozga chiqarib bo'ldi, dedi. Uxlaydigan chaq bo'ldi. Viktorning dadasi bizga gap qila oladigan qapoq degan hikoyani aytib berdi. Bu hikoyadagi qapoq azaldan yolg'on gap qilmaydi ekan. Men bu hikoyani bek yoqtirib qoldim. Uchimiz bek ko'ngillik o'ltirdik. Viktorning dadasi hikoyani tugatib bizga "Yaxshi tush ko'ringlar bolarim", dedi. "Siz nimishqa bunda qara?" deb so'radim men uningdan. Chunki bizning davlatda quyosh nuri bek kuchlik. U meni xuddi dadamdek so'yib qo'ydi. Men karvatda kichik eqimni chin quchoqlab yetib, xeyli bir vaqt bo'lganda ondan uxildim. Yerim kecha bo'lganda cho'chib uyg'onib ketdim. Atrof qop-qorong'u edi. Hatto Viktorni topolmadim. "Ona, ona!" Men yig'ildim. Viktor ota-onasini to'lig'ili chiqib ketdi. Viktorning dadasi yugurib kirib meni qo'lladi. Men uni ko'ribla kulib ketdim. Chunki u kiyib olgan uxlash kiyimi bek kulgili ekan. Xuddi bir yopqig'ila o'xshaydi ekan. Uchimiz tangla kulishib ketdik. Viktorning dadasi bizni quchoqlab, "Tom, uyimizning sizlarnikiga o'xshamaydigan nurg'un joylar bor. Lekin osmonga qarag'ana, ay hamma kishilarga o'xshash nur chachidi", dedi.